Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga bir yangilik bor. Bu yangilik orqali sizlar Ulfatlar klubi bilan yana yaqinroq tanishishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yangiligimiz shundan iboratki, Ulfatlar klubida mana videolarni kuzatib turibsizlar, biz har yakshanba tongda yig'ilib suhbat tashkil qilamiz. Lekin bizni o'zimizni Ulfatlar klubida yana alohida tashkil qilgan har kunlik challengelarimiz bor. Mana shu challengelarimizni ham sizlarga tanishtirib o'tmoqchimiz. Challengelarimizni juda qiyin qilib yubormaganmiz. Imkon qadar hamma bajara oladigan va intizomga, tartibga chorlovchi challengelar qilamiz. Challengelarimizni birinchisi bu tongi baraka, ya'ni tong deb ataganmiz. Biz ma'lum vaqt belgilab qo'yganmiz. Mana shu vaqtgacha hamma uyg'ongan bo'lishi kerak. Ikkinchisi sport. Har kuni sport bilan shug'ullanishimiz kerak va buni ham eng kamida chegarasini qo'yib qo'yganmiz. Kamida 20 daqiqa sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Undan ortiq bo'lsa yaxshi. Keyingisi, uchinchisi har kuni kitob o'qish. Buni ham juda qiylashtirib olmaganmiz. Kamida kuniga 10 bet kitob o'qish. Xo'p, to'rtinchisi kunning oxirida keyingi kunni reja qilish. Beshinchisi esa silai rahim degan challenge qo'shganmiz. Hop, bu challengelarimizni biz Ulfatlar klubi bilan 1 yildan ziyod muddatdan beri bajarib, birgalikda shu kungacha yetib keldik va bizga bu katta yutuqlar berdi, ancha intizomga kelishimizga sababchi bo'ldi. Hop, endi bu challengelar qanday tekshiriladi, qanday konkurensiya, qanday raqobat tashkil qilinadi, shu haqida qisqacha aytib o'taman. Bu challengelarimiz yuritilish uchun bizni jamoamizdagi IT mutaxassisi maxsus bot esa berganlar. Shu orqali biz jamoada har bir mavsumda kim eng yuqori ball oldi va hozir ayni kunda har kunlik kim nechinchi o'ringa ketdi, kim necha ball bilan bir-biridan farq qilib turibdi degan narsani ko'ra olish imkoniyatimiz bo'ladi. Bizning har bitta mavsumimiz 4 haftadan iborat. Har 4-haftada mavsumning g'olibini e'lon qilamiz va maxsus jamoaviy sovg'alarni beramiz. Biz yangi mavsumdan jamoamiz bilan kelishgan holatda ushbu challengelarni ommalashtirmoqchimiz. Mana shu kelayotgan yangi mavsumda siz ham qo'shilish imkoningiz bor va yangi mavsumga qo'shilib, mavsum oxirigacha biz bilan challengelarni davom etib, mana shu top 9 tadagi ishtirokchidan yuqoriroq ball to'plasangiz, bizning har yakshanba bo'ladigan foydali suhbatimizga qo'shilish imkoniga ega bo'lasiz. Va bu orqali siz Ulfatlar klubi bilan yaqindan tanishasiz va eng yaxshi o'zingiz xohlagan muhitga ega bo'lishingiz mumkin. Agarda siz ham intizom shakllantirmoqchi bo'lsangiz va hayotingizni mazmunli o'tkazmoqchi bo'lsangiz, challenge-ga qo'shilish uchun video tagidagi link orqali bizlarga bog'laning. Biz sizlarni kutamiz va sizlar bilan yangi mavsumda ko'rishguncha xayr.